bir xotinni bir qiz ekanda bir kuni uyga yugurib kiribla, "Opa, men bir bal bilan aralashib qoldim. Meni shundoq yaxshi ko'rki, men yeni bosamlar ko'p cho'qib ketdi desa, apsi tur ketib, "Bolam, daqla aldanma. Dadangchi o'z vaqtida qo'yayan chiqqan soatni bilib meni aldab ketib." Men bir kuni Isamkamning uyiga bordimda, "Isamka, bizning so'rinbachchiga qatnashmaganmisiz?" desam, "Bo'ldi, men kim-kimni almashtirib olay" deb. "Zimdiqon, ishdan chiqib ketadi." "Voy, ishtingiz yo'q, chingiz qitmagan to'q." Qisqirab ketib, "Singlimni yo'lchiq beratdim" desa, "Okinakni chiqib ket, okinakni." "Okinaknim yo'q, chingiz qitmagan to'q." Qisqirab ketib, "Singlimni yo'lchiq beratdim" desa, Isamkam turib ketib, "Menim yo'q, chingiz chiqib, singni berasang bo'lmam." Bir kuni adam bizning uyga mehmon bo'lib keldi-da, uning bir kichik balsada opam tomoq qo'ygan adam, "Ukam, ma bolam qarab turna, ma opamga tomoq yetishib beray" degan-da, ma'qul deb birdamla o'ynasam uxlab qolgan, uyga kirib yotqizib chiqsam, adam "Balam qani" degan, uxlab qolgan, uyga kirib yotqizib chiqdim. Adam turib ketib, "Sugal vaqt bo'lib qoldi, qaraysansan, bir nimla o'qib qo'ydingmi" degan-da, men adam dedim-da, "Qo'rqma-da, qarat biroq degan kitobdan 2 bat o'qib qo'ydim" dedim.